Xo'p, endi azizlar, peshin namozini rioyasi bor bu yerda. Qolaversa, mana avtoda ham ko'pchilik qiynalib qolmasin, shuning uchun ma'ruzani boshlaymiz. Osh yeganlar sekin yeb olaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Avvalo Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Rasulimizga durud va tahiyatlarimiz, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Shu bolamizga, kelinimizga Alloh taolodan baxt saodat so'raymiz. Iloyim boshlanayotgan yangi hayotlari barakotli bo'lsin. Baxtga to'la bo'lsin, quvonchga, sururga, yaxshi kunlarga to'la bo'lsin. Xudoyor keyingi yillarga shirin xudoyim farzandlarni ato etsin. Kuyov bolamiz, kelinimizga mana shu ikki xonadon hozirda bizni mehmon qilib turgan bu kelinimiz hamda mehmon bo'lib turgan kuyovimizni xonadonlariga doim yaratgan Parvardigor mana shunaqa yaxshi kunlarni o'zi nasib qilsin. Kuyov bolamiz yonlarida xizmatda turgan kuyovjo'ralarni ham hammalarini Alloh xizmatlarini qabul aylab, ularni ham qalblarida o'ylab yurgan yaxshi niyatlarini Xudoyim o'zi ato etsin. Azizlar, mana bu ijtimoiy tarmoq orqali juda ko'p murojaatlar kelib tushadi bizga. O'zi bu yerda kelgan murojaatda masalan kimdir savol so'rab yozsa yo bir hayotini aytib yozadi. Nima maslahat berasiz qolaga deydi, bir ko'rsatma berib yuboring deydi. Bu yerdagi gaplarda bir to'yga ikki beka olib chiqib yo bir davrada gapirish odatim yo'q asli. Birov yozgan xatini yo'q, lekin yaqinda bir onaxonimiz yozdilar va iltimos qildilar. Ruxsat ham berganlar yo'q. Iltimos, meni hayotim shu. Odamlarga ayting, men qilgan xatoni birov qilmasin. Men qilgan ishlarni birov qilmasin deb iltimos qilganlari uchun bitta kecha Marlonda ham bir kuyovlarga aytib berdim. Bu yerda ham hozir qisqaroq ma'ruza qilishimizga to'g'ri kelganligi uchun bu yerda ham shu ishlarga erinayapman. Xullas kalomingizlar, bir joyga erim taksis, o'zim uyda o'tirib bir tikuvchilik sexiga ishga kirib olgandim. Bir qo'shnim bir kun o'rgatib qoldi. Mana bu telefonda bir onlayn o'ynaydigan qumor bor ekan. AliExpress ekanmi, bir narsa ekan deydi, buni otini stavka ekanmi. Shuni bir qo'shnim o'rgatdi bir kunda deydi. Telefonimga tushirib, "Nima qilasiz, buni pul tegasiz. Qani bir o'ynab ko'raychi." Bu 80 ming so'm pul tushirdim deydi. 80 ming so'm pul tushirib 400 ming yutib oldim deydi. Qumor haqida gap ketyapti. Endi hozir oldin kartada o'ynardi, qo'chqor urishtirib, xo'roz urishtirib qumor o'ynardi. Hozir ham bor u qumor. Endi hozir bu yoshlarda ichida haligi nimaga chiqqan? Mana telefonda onlayn qumor chiqdi hozir. $80 ming so'm tikib 400 ming yutib oldim deydi. Endi haligi shunaqa shirin bo'ldi menga deydi. Nimaga desa o'sha bitta bozorchi xotindan 800 ming sochig'ida, dasturxonida bir narsalar olgandim. Kakira 800 ming qarzim bor edi, shuni 400 mingni yopib oldim. Shunaqa shirin tuyuldiki, shayton yana o'yna dedi. Yana o'ynadim deydi. Bitta undan qarindoshlarimdan qarz olib $100, $200 bir yutkizib, bir yutib oxiri deydi, ya bir kattaroq o'ynamasam bo'lmaydi shekilli deb nomimga kredit oldim, 15 million, 20 million olib, qani qarz olib turib, kredit olib turib, halanga tikib yutkizyapti. Keyin o'sha chevarxonada ishlayman. 3 ta hamkasbimdan pasportini iltimos qilib olib, uchovsining nomiga 30 milliondan kredit oldim deydi. Qancha bo'ladi? 90 million. Uni ham tikib, uni ham yutkizdim deydi. Erimning mashinasi kreditda hali uzib to'lashga olgan. Bechora erim kechalari uxlamay odamlar Toshkentdan Farg'onaga toshib, har kelganda $100 xotin yo'lbantaga qo'yib qo'ygan, to'plab qo'ygan erim pullari bor edi, uni ham yutkizdim deydi. Xullas, mana qarang qancha yutkizdim qolaga deb bitta tashuvdi, screenshot qilib o'sha Telegramda
U bankdan olgan, bu bankdan olgan, tanish bilishlaridan olgan. Anor bank degani bu undan olibdi, bundan olibdi. Xullas, hammasini hisoblab tashladi. 361 million so'm qarzda turibdi ayol kishi. Uni go'daylarima qarang deydi. Uni ham rasm tashlagan. Mende 3 ta voy yetmagan, kattasi hali maktabga chiqmagan 3 ta go'dayning onasi ekan. 3 ta go'dayning onasi ekan. Ba'da eri bor, qaynaqanatasi bor. Qoriga deydi, maslahat bering. Yashaymi, yashamaymi deyapti, qarang. Nima qilay deb so'ragan yo'q. Yashaymi, yashamaymi? Qarang, qana holatga kelib qolgan. Men yana ham ovoziy pochta ham yozgan. Necha xil betda esimda juda uzoq yozgan. Men yana ham hozir esimda boralik chala bula qilib aytyapman. O'zini yozganini o'qisangiz, ey Xudo deysiz endi. Endi shunga akalar buna holatga juda ko'p tushyapmiz. Endi bugungi zamonda eng dolzarb masalasi ham mana shu bo'lib qolib shekilli. Mana o'zimizga yaqin uzoq bo'lmagan bir qishloqda 60 ming dollar bir bola tushganini nima qildik, eshitdik. Mana shu turgan joyimizga uzoq bo'lmagan joyda yana bir o'tgan yili xuddi shu kripkaga, stapkaga tushib bir bola katta qumordan pul tushib o'zini osganini eshitdik. Demoqchimizki, muhtaram azizlar, akalar, ukalar, hurmatli yoshlarimiz, istayingizda bizdan ham katta ham bor, bizdan kichkina ham bor, teng qo'limiz ham bor. Xudo rozi bo'lsin, bu narsani Alloh harom qilgan. Bu qumorma harom. Masalan, bitta o'rtag'ingizga ke qumor o'ynaymiz deyishingiz o'zi harom. Hali o'ynaganingiz yo'q, hali tikaningiz yo'q, o'yin bo'lgan yo'q. O'yin boshlangan yo'q. O'sha Imom Zahabiy aytadiki, o'sha qumor bobida Kaboirda aytadiki, "Yalla uqamiruka" deb qo'ysa sadaqa vojib bo'ladi. Yalla uqamiruka degani bizning tilda, biz zamoni biz haligi hozir o'zbekchalasida aytadigan bo'lsa, ikkita o'rta bir narsani tortishib qoladi-da, "Ke garri o'ynaysanmi?" deydi. "Ke, nech puldan o'ynaysan?" deydi. Shunaqa deb qo'ysangiz agar shu gap og'zingizdan chiqib kelsa, shu gapingizni gunohiga kafforat nimadir chiqarib olsin deydi ulamolar. Cho'ntagidan 5 ming, 10 mingmi, 20 ming, 30 ming sadaqa qilib qo'ysin. O'sha gapini kafforatni o'ziga. Qumor shunaqa harom narsa. Bu Alloh masalan ichkilikda, aroqda, nashani, o'sha tabletkaga o'rganyapti ekan hozir yoshlar. Haligi to'qlikka sho'xlikda hayotimiz qancha yengillashib, pul topish osonlashib, anaqa allambalon mashinalarni minib nima bo'lganimiz sari hammamiz ham bitta bu mashina egasiga bas. Hayotimiz to'kin sochilma, dasturxonlarimizni qaranglar, sho'xliklarimiz ko'payyapti endi. Dasturxonimiz to'kin sochil. Jinday harakat qilsangiz 200 ming topyapsiz. Xudoga shukr, hayotimiz kundan kunga, yildan yilga o'g'nalyapti. Xalqimizning yashash surati nimasi, yaxshi yashash nimasi. Endi shunga bizda shu to'qlikka erkalik boshlanyapti. Mana bolalar tabletga chekishni o'rganibdi. Tabletga so'rishni o'rganibdi. Uni onlayn qumorga berilib pul tikyapti. Hatto davlat xodimlari, bankda ishlaydiganlar, har xil bir lavozimlarda ishlaydiganlardan kuzatilyapti. Hojilarning pulini tikib olganlarni eshitdik. Davlat ishlaydigan hojilar pul topshirsa, umraga boshqa o'shani pulini tikib oliblar. Qamalib ketdi hammasi. Qonun oldida ham javob beryapti. Qolaversa, qiyomatda Xudoning huzurida ham javob beradi. Bu narsa Allohning oyati bilan Moida surasida Alloh e'lon qilgan haromligini. Astag'firullah billah. Ey iymon keltirgan zotlar, innal khamra wal maysira albatta aroq innal khamra wal maysira wal ansaba, ya'ni tikilgan butlar wal azlama deb keladi. Ya'ni cho'plar bilan fol ochishlik, butlarga ibodat qilishlik, xo'p, aroq ichishlik, wal maysir, ya'ni qumor, bularning hammasi rijzun min amali shayton fajtanibuhu. Ya'ni bu shaytonning amalidan bo'lgan harom ishlardir. Bundan saqlaning deb Alloh oyatda ochiq buni e'lon qilgan. Bir ishora, bir shuni qilmasangiz yaxshi degan nima yo'q.
uzul kesil, ya'ni o'sha ichkilikni qatorida, butlarga sajda qilishlikni qatorida va mana shu cho'plar bilan folbinlikni qatorida mana shu 4 ta narsani Alloh taolo shu oyatda harom qilgan. Endi akalar, biz bu mavzuda AliExpress haqida, boshqa haqida gapiryapmiz. İçimizde yo'qdir, lekin shu o'ttag'i yarimtasi o'ynab yurganlar bor. Bilasiz, taniysiz, kim o'ynayapti, kim nechta pul tashlayapti. Shuni biz endi bu yerda yetkazib qo'yamiz. Endi uyma-uy yurib sizni tergab qaysi o'ttag'i o'ynayapti, qani yurchi deyalimiz. Siz uni endi qolganda da'vati sizga endi. Bor ana shu do'stingizni, o'rtog'ingizni, birodarim, do'stim, telefoningni 2 minutga berib turib, o'chirib shu ota-onasiga aytib yurib bo'lsa ham, yo unga bunga aytib deb yurib bo'lsa ham shu yo'ldan qaytarib olishlik siz bilan meni vazifamiz azizlar. Nima bo'lib o'rtaq bo'lib yuribmiz? Quruq bo'yimizni ko'tarib shu do'stimizni bitta yomon ishdan qaytara olmasak, yo sinfdoshimizni, yo o'sha ko'rigimizdagi birga oshyapmiz, boshqa qilyapmiz. Nima bo'lib do'st bo'lib yuribmiz? Agar faqat yeb ichdigan do'st bo'lsak, yo faqat bu dunyoviy g'arazda do'st bo'lsak, u quruq, oddiy u do'stlik emas u. Bir sheriklik xolos bu. Birga ovqat yergan, bir joy bo'lsa birga sherik. U do'stlik deganda, masalan, foydasini o'ylaysiz, zararini ham o'ylaysiz. Ya'ni zararga kirib qolmasligini ham o'ylaysiz. Do'stingiz. Qolaversa, shu do'stimga biror bir foyda kelsin deb o'ylaysiz. Mana o'tiribsizlar, sinfdoshlar shu yerda o'tirgan. Qumor o'ynayaptimi? Shu o'yinda o'ynayaptimi? Aytish kerak. Borib ota-onasiga aytish kerak. Dada buysiga aytish kerak. Kerak bo'lsa boshqa bir gap o'tadigan insonlarga borib aytib. Chunki ertaga 20 ming 30 ming tushib o'zini osib bir bola bo'lgandan ko'ra vaqtida haligi kasallikni oldini olgan yaxshi degandek, Xudo rozi bo'lsin. Mana shu jihatga bir e'tibor berib qo'yamiz. Bu narsa juda insonni hayotini tupikka olib kirib qo'yadigan, yosh umrini hazon qiladigan. 3 ta bolasi bilan qarang, hali ayol, endi bilmayman nima bo'ldiki, men aytdim, sabr qiling, otangizga, onangizga to'g'ri tushuntiring haliga 160 million nimaga ayolga. Mana turibdi hali ham. Eringizga ayting, tushuntiring. Men bir xato qildim endi, shu tavba qildim, tavba qilsang, har qanday gunohni kechiraman deb Alloh aytgan. Bandasi ham kechiradi. To'g'ri tushuntirib ayting. Endi bir narsa sotadigan narsa bo'lsa sotish kerak. İşlarda yopish kerak. Onamga aytdim deydi. Onamga aytganman orada bir. Onamga bir aytganman, tillolarni sotib bergan deydi. Yig'laydiganda mana shu gap. Qarang, biz farzandlarni katta qilib bechoralar, otamiz, onamiz jabrini shu ota-ona tortadi oxiri. Bizni katta qilib kechalari uxlamay beshigimizni tebratib, uxlasak uxlab, tursak turib, kasal bo'lsa biz bilan birga kasal bo'lgan ota-onalarimiz shu uchun katta qildim biz. Bitta katta bo'lib bir qumorni orqasidan katta pulni tushib, eshigimizda ayda har kuni 5 ta 6 ta odam darvozamizni tepib qachon pul berasiz. Shu narsalarni ko'rish uchun katta qildimda endi biz ota-onamiz azizlar. Masjihatlarda o'ylaylik-da. Masjihatlarda o'ylaylik. Ota-onam deydi, otamga aytganim yo'q deydi, onam tillolarni sotib. Keyin men yana bir savol beribman, qarang. Xudo xayr bergur, shu 361 million 700 gacha o'ynaverasizmi shuni? Bir 50 millionda to'xtatmaysizmi? Hech bo'lmasa-da masalan. Yo 70 million bo'lganda bo'ldi endi u meni ishim emas ekan bu harom ekan bar. Demaysizmi shu sal ertaroq to'xtatmaysizmi? Shu kelaverasizmi ya shu 300 million, salkam 30 ming dollar masalan. 30 ming ham bo'lsa kerak. Shuncha pul yutkizgancha o'ynaverasizmi? Desam aytadiki, to'g'ri aytdi o'sha ayol. U hamma qimorbozlar ichida boshqa g'ulg'ula bor. Hamma qimorbozlar ichida. Aytadiki, "Xoraka" deydi. "Men safar yutib hammasini yutib olaman" degan g'ulg'ulama miyada aylanaverar ekan. Aytadi deydi, insonning yonida farishtasi bo'ladi deydi. Bo'ldi, to'xtat. Ketavering yaxshi, bas 100 million bo'ldi-ya. deb Xudo qalbimga ilhom qildi.
massafar yutib olaman, hammasini joyiga qo'yib qo'yaman. Massafar deb ketaverar ekan, shu safar. Nechta odamlar telefon olganman deydi, qarang. Bu o'yinga tikayotganlarda asosan eng katta nimasi pulni qayerdan topyapti ekan bular. Hozir masalan birovlar 100 dollar so'rasangiz 10 kundan keyin beryapti. Bular pulni qayerdan topadigan desa, eng nimasi bank ekan, borib partuna qilib. Uni o'zi ham ribo o'zi. Foizga pul olishni o'zi ham ribo. Qarang, bitta gunohni qilaman deb ikkinchi gunohni qilyapti-da. Akalar bilib olinglar, ribo mana foizga pul olish bor-ku. Payg'ambar alayhisalom onasi bilan zino qilishga teng deganlar. Bir joydan foizga, prosentga pul olish 72 xil riboni turi bo'ladigan bo'lsa, mana shu 72 xil riboni eng kichkinasi gunohi ham, eng kichkinasi, hali kattasi haqida gapirilgan yo'q. Riboni eng kichkinasi ham mu'min bo'lib turib ona bilan zino qilishga tengdilar. Endi bular qayerdan, bu qimorbozlar qayerdan olyapti? Borib o'sha prosentga pul olyapti. Eng birinchi bularda pul manbai o'sha ekan. Ikkinchi pul manbai kreditga telefon olishar ekanda, olib chiqib tashqarida naqqa sotishar ekan. U ham o'sha bir minusga qarab ketayotgani bir nimasi. Masalan, bir yilga 5 millionga olsa, tashqariga olib chiqib naqqa 3 millionga sotar ekanda, bo'ldi. Ashetda o'zlari o'zi 2 million yeyapti. Hali 3 millionni adin ekspedga solyapti. Ichim to'la talant degan bola, talanti chiqib turibdi shu bilan. Xudo rozi bo'lsin, akalar. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlardan iltimos qilamiz. Mana shu narsani erta kunda ko'zimizni ochib, agar men bir gapni aytib qo'yaman, bu yerda o'tirgan hech kim men tanimayman, ya'ni kimdir qor ekan menga tegishtirib aytdi deydigan bo'lsa, men bu yerda hech bitta ikkita o sartarosh yigitimizni tanib turibman, qolganlaringizni u akamizni tanib turibman, qolganlaringizni tanimayman. Yana menga tegishtiryapti qor aka degan narsadan uzoq bo'linglar. Faqat Alloh uchun to'g'ri ma'noda sizlarning foydalaringizni o'ylab, ertaga qor aka yonimizda yuravergan ekansiz, biroz o'sha masalalarni aytmagan ekansiz demang deb aytib qo'yapmiz. Bu juda insonning hayotini alaloqibat o'zimni o'ldirsam ekan, tinchgina qutulib ketardim degan narsaga olib borib bergan. Agar banda Xudo saqlasin, o'z joniga qasd qiladigan bo'lsa, oxiratda kuyib ketishini juda yaxshi bilasizlar. Masalan, o'zini osadi, men poyezdaga tashlaydim, nima bo'lsa ham qiyomatda abadiy o'sha azobga giriftor bo'ladi. Abadiy. Pichoq suqib o'ldirgan, pichoq suqadi qiyomatda. Tepalikka tashab o'zini tashab o'ldirgan ana shu gunoh bilan demak qiyomatda abadiy giriftor bo'ladi deganlar. Namozlarni azizlar o'z vaqtida o'qiylik. Benamoz ham ko'p. Ana shu benamozliklarning hammasini orqasi. Banda o'sha namozni, ibodatni o'qib, taqvosini vaqtida qilib, namoz ham ancha insonni tarbiyalab, o'sha Xudo bergan rizqqa qanoat qiladigan qilib, ruhiyatini, qalbini tozalaydi, poklaydi. Deb dunyoga muhabbatni sal qalbdan o'chirib turadi. Bu dunyo 2 kun, 3 kunlik, ja bo'lsa 5 kunlik-ku. Ertaga oxiratga borganimda haqiqiy hayotim-ku degan narsani ongiga, qalbiga solib turadi namoz. Mana shu ibodat bilan namozlarni qazo qilmagan holatda toat ibodatda yashab o'tsak, inshaalloh bu dunyo oxirat yuzimiz yorug' bo'ladi, Xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. O'ylaymizki, eshitib hayotlarimizga bu ma'ruzalarni inshaalloh tatbiq qilamiz. Parvardigor kuyov bolamizga, kelinimizga Xudoyo o'zing baxt saodat bergin, umrlari, tanjonlari sog' bo'lsin. Kuyov bolamiz kelasi yillarga o'g'illarni ko'rsin, qizlarni ko'rsin. Yana hammamiz qatorimizdan xato qilmay, xonadonlarda aqiqa qilganlarda ham hammamiz borib xursandchiliklarga sherik bo'lib, haqlariga chiroyli duolar qilishimizni Parvardigor yaratgan egam hammamizga nasib qilsin ilohim. Mana shu kelin qizimiz bilan bir nikohda umrlarining oxirigacha toat ibodatda ota-onalarni duolarini olib, xizmatlarni qilib, sog' salomat yashashlarini yaratgan egam o'zi nasibi ro'zi aylasin. Kuyovjo'ralarni hammalarini Alloh xizmatlarini qabul ayla. Mana kuch-quvvat bilan, mashinasi bilan, maslahati bilan kuyov bolani xizmatini qilib, bu kuyovjo'ralar mana necha kundan beri bu xizmatda bo'lib turibdilar. Alloh qalblarida o'ylab yurgan yaxshi niyatlarni Xudoyim o'zi yetkazsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi ya arhamar rohimin.